stress ayol bilan erkakning munosabatlarini buzilishi, ayol tomonidan erkakka bo'lgan past nima bilan qarashlik, jinsiy imенно jinsiy nimada bu erkak kishiga o'ziga bo'lgan ishonchni keskin tushirib yuboradi-da. Shu narsa как paradoks. U naborot o'zini holatini yaxshilashga harakat qiladi. Lekin shu narsani kutib jinsiy aloqa qilgani uchun kutuvchi nevroz rivojlanib qoladi-da. Hozir jinsiy aloqa qilsam, men shu ayolim bilan o'zi o'xshamay qoladi. Qo'rquv bo'ladi va qo'rquvni o'sha stress evaziga tez bo'shalib qo'yaveradi. Tez bo'shanishning asosiy sabablari nimalar va ularni qanday aniqlasa bo'ladi? Tez bo'shalish bu holat murakkab holat hisoblanadi. Xilma-xil sabablar bo'lishi mumkin. Bu yerda urologik sabablar, ya'ni prostata bezining yallig'lanishi, siydik chiqaruv kanalining yallig'lanishi yoki prostata bezida joylashgan do'mboqcha bor, urug' do'mboqchasi. Shuni yallig'lanishi hisobiga bo'lishi mumkin. Yana sabablar bor, psixogen sabablar bo'lishi mumkin. Stresslarning oqibatida odam qarzga botib qolsa yoki munosabatlardagi er-xotin munosabatlaridagi buzilishlar evaziga bo'lishi mumkin bo'ladi. Neyrobiologik teoriya bor. Neyrobiologik teoriyada bu ko'pincha первичный преждевременная эякуляция degan yoki пожизненный преждевременная эякуляция degan holat borda. Ya'ni bunaqa bemorlar 1 minutga ham yetib bormaydi. Jinsiy hayotga kirishganidan to oxirigacha 1 minutga, ya'ni 10 yil oldin jinsiy hayotga jinsiy debyut bo'lgan bo'lsa, 1 minutga ham yetib bormagan bo'ladi. 10 yildan keyin ham xuddi shunday holat. Ya'ni постоянно shunaqa bo'lgan bo'ladi. Qachondir o'zgarib qolib, yaxshilanib qolib, qachondir yana tez bo'shalish bo'lib, bunaqa holat bo'lmaydi. Bu yerda o'sha neyrobiologik teoriya deymiz, aynan dopamin va serotoninni qayta bog'lanishini buzilish holatlarini evaziga bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar rol o'ynab qo'yadi. Endokrinologik sabablar bo'lishi mumkin. Qalqonsimon bezdagi buzilishlar, gormonlar, gipertireoz degan kasallikda evaziga bo'lishi mumkin. Situatsion tez bo'shalishlar bo'lishi mumkin. Shoshilayotgan bo'lsa yoki qanaqadir qo'rquv bo'lsa jinsiy aloqada, shunaqa holatlarda ham ko'pincha tez yoki mana partnyordan uyalish yoki partnyorni qondira olmayman hozir degan qo'rquv, trevojniy sindrom deymiz. Mana shunaqa qo'rquvlarning evaziga ham tez bo'shalish mumkin. Ko'pincha mana yangi uylanadigan bo'ydoq yigitlarimiz yangi uylanganda shimildiqda ko'pincha tez bo'shalib qo'yadi, perejvat qilib qoladi, keladi, cho'ta tez bo'shalib qo'ydim, uyalib qoldim deb keladi. Bu tez bo'shalishlar fiziologik ham bo'lishi mumkin-da, ya'ni bo'ydoqlar ko'pincha yoki endi jinsiy hayotga kirishayotganlar jinsiy ochlik hissi bo'ladi. Shuni evaziga eyakulyatsiyani nazorat qilishi juda qiyin bo'ladi bularda. Keyin vaqt jinsiy aloqa regular jinsiy aloqada yashayotganda keyin eyakulyatsiyani nazorat qilishi osonlashib, bu bobda ham tajribasi ko'payib, jinsiy hayotda stabil jinsiy aloqa qila olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Psixologik omillar, stress, xavotir, o'ziga ishonchsizlik tez bo'shanishga qanchalik ta'sir qiladi? Juda katta ta'siri bor. Stress ayol bilan erkakning munosabatlarini buzilishi, ayol tomonidan erkakka bo'lgan past nima bilan qarashlik, jinsiy imенно jinsiy nimada bu erkak kishiga o'ziga bo'lgan ishonchni keskin tushirib yuboradi-da. Shu narsa как paradoks. U naborot o'zini holatini yaxshilashga harakat qiladi. Lekin shu narsani kutib jinsiy aloqa qilgani uchun kutuvchi nevroz rivojlanib qoladi-da. Hozir jinsiy aloqa qilsam, men shu ayolim bilan o'zi o'xshamay qoladi. Qo'rquv bo'ladi va qo'rquvni o'sha stress evaziga tez bo'shalib qo'yaveradi. Doim qanaqadir kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, unda o'sha er-xotin munosabatlarida gaplashishlik imенно o'sha paytda emas. Mana choy ustida o'tirganda, prosta boshqa maqsadda o'tirganda shu mavzularda ham gaplashishlik to'g'ri hisoblanadi. Vaholanki bizning xalqimizda bu narsa как tabu, jinsiy hayot, intim hayotni обсуждать qilinmaydi. O'sha qilinmaslik ko'p kamchiliklarga, ko'p ajrimlarga ham olib kelish ehtimoli bor. Jismoniy mashqlar yoki Kegel mashqlari orqali bo'shanishni nazorat qilish mumkinmi? Agar ha bo'lsa, qanday qilib? Kegel mashqlari haqiqatan ham juda foydali mashqlar qatoriga kiradi. Buni o'sha ginekolog olim Arnold Kegel buni birinchi bo'lib fanga tatbiq etgan odamda bu. Shuni nomi bilan Kegel deb nomlangan. Kegel mashqlarini hozir panatseya sifatida ko'riladi. Panatseya degani har bitta dardga davo deb qarashlik ham o'zi noto'g'ri. Konkretni tez bo'shalish masalasida Kegel mashqlarini yordami bo'ladi. Shu tos sohasi, oraliq sohasi, mushaklaridagi
tonusni ishlashini hisobiga bu o'sha orgazmik muskullar, orgazm beruvchi mushaklarni nazorat qilish imkoniyatini oshirib beradi. Ya'ni Kegel mashqi bilan muntazam shug'ullanib, muntazam qilib yuruvchi erkaklar, o'zini ustida ishlovchi erkaklar, Kegel mashqlarini qilmaydigan erkaklar, ko'p o'tirib, sидячий hayotda yoki shopirlik qilib, uzoq bitta joyda o'tirib qolgan, shu mushaklarda qon aylanishi, sirkulyatsiya yaxshi bo'lmayotgan erkaklarga nisbatan bo'shalish, eyakulyatsiyani nazorat qilish imkoniyati kuchliroq bo'ladi. Jinsiy quvvati kuchliroq bo'ladi bunga nisbatan. Stop start va siqish texnikalari qanday ishlaydi va ularni to'g'ri bajarish yo'li qanday? Stop start va siqish texnika sжатия juda ham 60-yillarda, o'tgan asrda 60-yillarda juda mashhur bo'lgan. Birinchi fanga kirib kelganda, rekomendatsiya qilinganda, tavsiya qilinganda o'sha Masters Johnson olimlar buni izuchat qilganda bu narsani haqiqatan juda ham ko'pchilik odamga yordam bergan. Va uzoq длительный исследованиялар shuni ko'rsatganki, texnika sжатия oddiy mana shu texnika bilan 70-72% erkaklarda bo'shalishni nimasini vaqtini cho'za olish imkoni bo'lgan. Bu zo'r deganda, hech qanaqa dori-darmonsiz, hech qanaqa operatsiyalarsiz oddiy mana shu mashqlar evaziga natijaga erishish mumkin bo'lgan. Endi stop start qanaqa bo'ladi deyilsa, endi aloqa paytida friksiya, ya'ni qinga jinsiy a'zoni kirib ishqalanish paytida eyakulyatsiya kelayotganini odam his qilyapti-da, 4 sekund, 5 sekund olib to'xtayapti. Polностью stop qilyapti. Shahvat qaytgandan keyin yana jinsiy aloqani davom ettiradi, yana kelganda yana to'xtatadi. Shunaqa qilib turib bo'shalishni sun'iy ravishda cho'zgan holatda formaga tushib oladi. Ya'ni kelajakda u tez bo'shalish, ya'ni erta eyakulyatsiyadan qandaydir ma'noda shu mashqlar evaziga qutulishi mumkin. Texnika sжатия, ya'ni siqish texnikasida bu partnyor bilan qilsa ham bo'ladi yoki o'zi qilsa ham bo'ladi. O'zi qilganda qanday bo'ladi? Aloqa qilyapti, shahvat kelayotgan paytda chiqarib oladi. Chiqarib olgan holatda bosh barmoq bilan ko'rsatkich barmoqni qattiq qisib oladi nimani? Uzdechkani. Jinsiy olatni bunaqa pastida jugan aniga uzdechkasi bo'ladi. Shu qattiq qisib olganda shahvat chiqmaydi, ya'ni qaytgandan keyin yana jinsiy aloqani davom ettirsa bo'ladi. Yoki boshchani qisib olish holatlari ayollar bilan qilinsa, ayollar o'ng kafti bilan boshini qisib oladi. Shuni hisobiga shahvat qaytgandan keyin yana jinsiy aloqani davom ettirsa bo'ladi. Bu ham bo'shalish vaqtini cho'zadi. Shu muntazam qilib borilgandan keyin o'z-o'zidan eyakulyatsiyani nazorat qilish imkoniyati odamda rivojlanib boradi. Bu yordam, hammaga yordam beradi deya olmaymiz. Mashqni to'g'ri bajarganlarga 70-72% holatlarda yordam berishi mumkin. Qanday dorilar yoki tabiiy vositalar tez bo'shanishga qarshi samarali hisoblanadi? Tibbiyotda azaldan ko'p narsalar qo'llanilgan tez bo'shalishni yo'q qilish uchun. Mana o'sha 19-asrda o'rtalarida jinsiy uretrani ichiga serebrat nitrat degan dorini yuborish holatlari bo'lgan. Buni yuborilgan oqibatida haqiqatan bo'shalishni cho'za olgan olimlar, lekin bu ko'p muammolarga olib kelib qo'ygan. Ya'ni CD chiqaruv kanalini ichki devorini, shilliq qavatini kimyoviy kuyishini evaziga o'sha CD chiqaruv kanalida strukturalar, ya'ni toraymalar rivojlanishni boshlagan. Keyinchalik o'rganilgandan keyin ayrim tibbiy dorilar haqiqatan tez bo'shalishga kuchli zo'r ta'sir qilishi o'rganilgan. Ayniqsa COS deydi, guruhiga kiruvchi sredstva ingibiruющие обратного захвата serotonina degan guruh dorilari bor. Shu dorilar jinsiy aloqani uzayishiga 3 baravardan 8 baravargacha cho'za olgan shu dorilar. Endi bu dorilar ham o'ziga yarasha xavfi kuchli bo'lgan, bemorlarda nojo'ya ta'siri ko'p bo'lganda endi. Ya'ni kumulyativ inson tanasida yig'ilish xususiyatiga ega bo'lib, ba'zida suitsidal holatlar, o'z-o'ziga joniga qasd qilish holatlari yuzaga kelib qolish holatlari bo'lgan. Endi shuni ham o'rganib chiqilib, selektiv dorisi topilgan. Ya'ni selektiv degani aynan shunaqa nojo'ya ta'sirlari yo'q bo'lgan dorisi ham topilgan. Hozir keng qo'llaniladi. Endi u dorini hozir aytsak bo'lmaydi, u reklama bo'lib qoladi, mumkin emas. Keyin mana bu tramadol degan dorini eshitgansizlar. Narkotik vositasi. Tramadol ham jinsiy aloqa vaqtini cho'zgan. Kamchiligi bu tramadolga o'rgatib qo'yishlik holati bo'lgan. Shuning uchun juda keng qo'llanilmaydi, lekin ba'zi hollarda foydalansa bo'ladi.
Keyin tritsiklik antidepressant guruhiga kiruvchi dorilar ham foydalanilgan, haligacha foydalaniladi. Bu dorilar ham qaysidir holatlarda yordam beradi. Endi tez bo'shalishda bu yerda ko'pincha kombinatsiyalashgan harakatlar ko'pincha yaxshiroq yordam beradi. Misol uchun, psixoterapiya bemor bilan suhbatlashib, uni o'ziga bo'lgan ishonchini kuchaytirib, qanaqadir gipnoterapevtik qadamlar bilan erishilsa, qo'shimcha dori-darmonlar. Dori-darmonlarda ham mana kombinatsiyalashgan holatda ishlatsa bo'ladi. Mana ingibitor fosfodiesteraz 5-guruh dorilari hamda sredstva ingibiruvchi обратного захвата serotonina degan guruhga kiruvchi dorilardan foydalangan holatda yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi. Yoki jinsiy holatda sezgirligi baland holat bo'lsa, sensitiv, buni topik anestetiklar deydi, ya'ni mahalliy anestetiklar yordamida lidokain spreylaridan foydalangan yoki prilokain spreylaridan foydalangan holatda jinsiy aloqa vaqtini cho'za olsak bo'ladi. Shu lidokain probalar bizga yaxshi yordam berayotgan bo'lsa, bemorlarda operatsiya usuli bilan, ya'ni denervatsiya yoki penial neyrotomiya operatsiyalarini bajargan holatda yaxshi natijaga erishsak bo'ladi, tez bo'shalishdan qutulsak bo'ladi. Yoki hozirgi kunda gialuron inyeksiyalarini ham qilsa bo'ladi. Gialuron inyeksiyalari har doim ham yordam bermaydi, lekin kam invaziv usullar qatorida foydalansa bo'ladi. Tez bo'shalishni davolash uchun qachon shifokorga, ya'ni androlog yoki seksologga murojaat qilish kerak? Endi tez bo'shalish bu bir kishining muammosi emas-da bu. Bu ayol kishining ham muammosi. Ayol kishi ham jinsiy hayotdan to'liq yasha olmayapti, erkak kishi ham xuddi shunaqa. Ko'pincha erkaklar bundan hayot sifati tushadi-ku, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, erkaklardan-da ayollarda hayot sifati keskin tushib ketadi, chem erkaklarga nisbatan. Shuning uchun agar tez bo'shalish erkakda hayotini sifatiga ta'sir ko'rsatayotgan bo'lsa, jinsiy hayotini sifatiga ta'sir ko'rsatayotgan bo'lsa va ayolnikini ham shunaqa jinsiy hayotiga sifatiga ta'sir ko'rsatayotgan bo'lsa, albatta murojaat qilish kerak va professional davo yechimlarini qilish shart deb o'ylaymiz. Jinsiy sherik bilan to'g'ri muloqot qilish tez bo'shanish muammosini yengishga qanday yordam bera oladi? Muloqot bo'lish kerak. Muloqot bo'lganda erkak kishi ayol kishi tomonidan jicha поддержка qilayotgan narsani ko'rayotgan bo'lsa, bu yaxshi ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'ziga bo'lgan ishonchiga, bu muammosidan ayoli haligi kamchilik izlab, uni haligi nima deydi bizda? Aybi bo'lsa haligi o'zini ustidan qo'yishni boshlaydi-yu. Unaqa qaramayapti-da, balki birgalikda поддержка qilyapti. Bu holat juda ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi va o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi. Haligi trevoga deyapmiz, trevojniy sindromdan chiqish ehtimolini oshirib beradi. Shuni fonida ayolni o'zi ham baxtli bo'ladi. Tez bo'shanish vaqtinchalik holatmi yoki u doimiy kasallik belgisi bo'lishi mumkinmi? Tez bo'shalish doimiy bo'lishi ham mumkin. Boshida aytganimdek, o'zi sinflanishi bor kasallikda. Asosan ikkita guruhini farqlashimiz kerak. Birinchisi bu пожизненная преждевременная эякуляция deydi, ya'ni doimiy tez bo'shalish holati deb aytsak bo'ladi. Ikkinchi guruhi приобретенная преждевременная эякуляция, ya'ni orttirilgan tez bo'shalish. Nima farqi bor deyiladigan bo'lsa, bunda jinsiy debyutdan boshlab to oxirigacha tez bo'shalish bo'layotgan bo'ladi. Ikkinchi приобретенныйda jinsiy debyutlari hammasi yaxshi bo'lgan bo'ladi, 5-6 yil jinsiy hayot yashagan bo'ladi, misol uchun hech qanday muammo bo'lmayotgan bo'ladi, keyin paydo bo'lib qolgan bo'ladi yoki vaqti bilan almashib turishi mumkin. Shunaqa holatda приобретенный deymiz. Unda ham, bunda ham yechim qilsa bo'ladi. Endi har bitta patsient bilan individual ishlagan holatda yechim qilsa bo'ladi. Alijon bilan Valijonda bir xil diagnoz, sabab bir xil, tez bo'shalishdi, lekin bir xil lecheniya yozsak, bittasiga yordam berishi mumkin, bittasiga yordam bermasdi. O'sha dorisini, o'sha metod lecheniyasini odamiga topib bera olish kerak. Turmush tarzi, uyqu, ovqatlanish, sport tez bo'shanishni nazorat qilishga qanday ta'sir ko'rsatadi? Ijobiy. Jinsiy aloqa davomida o'zingni tinchlantirish va eyakulyatsiyani kechiktirish uchun qanday psixologik usullar eng samarali hisoblanadi? Yana bitta juda mashhur usul bor. Fikr chalg'itish bu ham qo'l keladi. Bu o'sha psixolog, seksologlar tomonidan ham tavsiya etiladi. Ya'ni aloqa bo'layotganda shahvat tez kelishini sezyapti-da, to'xtagan holatda fikrini chalg'itadi. O'sha ichkarida to'xtaydi-da. Misol uchun umuman seksual
возбуждениyaga olib kelmaydigan narsalar haqida xayol suradi. Ishi bo'lishi mumkin, hisob kitobi bo'lishi mumkin, shunga o'xshagan narsalar bilan o'zini chalg'itadi. Chalg'itib, shunaqa qilib o'zida mana shu dominantani hosil qilib boradida, bo'shalib qo'ymaslik dominantasini rivojlantirib borish mumkin.